3 xonali birinchi qavatda 78 kvadratlik tayyor kirib yashaydigan uy sizga taklif qilmoqchiman. Bu uyimizning narxi 86.900 uy egalari so'rashyapti. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 17-kvartal. Maktab, bog'cha, infrastruktura lokatsiyamiz hammasi idealniy. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz bizda uzungina prixoshkamiz bor. 78 kvadrat 3 xona idealniy planirovka. Birinchi xonamiz bu mehmonxona zalimiz bo'ladi. 315 ga 520. Keling davom ettiradigan bo'lsa, bizda bu yoq tarafimizda bizda birinchi xolasi spalniy, xolasi детский qilib foydalansangiz bo'ladi. Oldi orqa огород, reshotka безопасностьlari ham bor. Bu yog'imizda o'sha anchagina kattaroq, bu o'sha anchagina spalniga to'g'ri keladigan holatda bo'ladi. Hop, bu yog'imizda esa bizda hammomimiz bo'ladi. Kafellari chiroyli, yaxshi holatda saqlanib turibdi. Bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz bo'ladi. Hop, davom etadigan bo'lsa, bizda oshxona balkonga ko'chirilgan, bu дополнительный как 4-xona qilib hisoblasak bo'ladi, chunki mягкий mebel, stul bemalol joylashadi shu yerga. Balkonimiz 2 ga 6, oshxona balkonga ko'chirilgan, stroyni zunasiga kuxonniy garnitura, orqa tarafda огородlari ham bor, oldida ham bor. Xullas, shu uyimizning narxi 86.900, boshlang'ich narxda so'rashyapti. Uyimizni yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Bunaqa birinchi qavatda 78 kvadratli uy qidirib yurgan tanish-bilishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz.